Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomiz yana Pavlonia nihollari haqida bo'ladi. Video yoqadigan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Bugungi videomizda Pavlonia nihollarini ekish bo'yicha suhbat qilamiz, ya'niki qaysi vaqtda Pavlonia nihollarini dalaga, ya'niki yerga o'tkazish vaqti haqida gaplashamiz. Asosan Pavlonia nihollarini aprelning oxiri, mayning boshida dalalarga, yerlarga ekish mumkin. Sababi ayni aprelning oxiri, mayning boshida unum ham boshlanadi, ya'niki issiq vaqtlar keladi. Hozirgi vaqtda martning oxiri, aprelning boshida bo'lsa, sovuq urib ketish ehtimoli juda ham katta. Asosan issiq vaqtlar kelganda tuproq, ya'niki yer unumga kirganda eksa bo'ladi. Rahmat obunachilarimizga va like bosishni